Biz buni kutishini kutamiz. Hozir sizlarga makiyajimni ko'rsataman. Uchtasi birga. Buni ichiga bor toner bor, baza pad makiyaji bor, keyin serum, balobatar, silveritka shunaqa narsalar bor. Ham oqartirib beradi, ham как baza makiyaji bo'lib yotib beradi. Tanalaringizga yaxshi suriladi, короче-da, hammasi bittaga. Biz buni kutishini kutamiz. Qurishini kutamiz. Bu narsa menga вообще yo'qdir, reklama emas. Ichiga SPF ham bor deb yozilgan, o'sha uchun o'shaning hisobiga SPF surtmaymiz, sразу o'zidan boshlaymiz. Bu kushon. Tonalini va lегкий varianti. Buni qaranglar, bu tarafini qaranglar, bu tarafim qizilcha, bu tarafim esa chiraylicha. Lekin hammasidan ham zo'ri ana bunaqa olinglar. Charlotte Tilbury o'shanaqa, короче. Eng yoqqani вообще tugagan, lekin tashlamayman, asrab qo'yganman, chunki shunaqa menga yana kerak, borib yana olishim uchun. Endi esa teng qilamiz, teng. Hozir hammaga ana bu mashhur bo'lgan-ku, o'tchalik, bilmayman ismini. Meniki ana bunaqa, menga ham hammasi bittaga lekin. Zo'r ana shu narsa, hammasi bittaga, lekin buni qilishim kelmayapti. Ana buni qilishim kelyapti. Xarakter artist makeup. Kechasi eslaringizga bo'lsa agar sizlarga Hidrofillar maskasini ko'rsatdim-ku, o'shani bu paletkasi. Ana bunisi ham bor. O'sha asalcha. Bu hammasini qotiradigan. Ana hozir ukam aytdiki, fioletoviy qilmasani bibi qilib ko'rsatadi dedi. O'shanga hozir ana bunaqa korishni olib, polностью hamma joyini qilib chiqamiz. Bu hech qayerda bunaqa deb yozilmagan, prosta o'zimdan qilibman. Keyin aytmanglar nimalar, salonchilar. Xato bu, bunaqa qilmang, unaqa qilmang deb prosta o'zimdan fantaziya qilibman. Ana bir xil hamma joyga qilib oldik. Endi ozgina tuqroqini chetrog'iga qilamiz. Bu dahshat pigmentatsiyasi va shisha dahshat kuchli. Ozgina qilsalaringizlar agar buni qaranglar, o'zi qoraytirib tashlaydi. Ana bu Dior. Bir tinga qimmat umuman. Вообще bilmayman bu narsa, sovet bermayman sizlarga. Agar topsalaringizlar shundan o'ylab, butun umrlaringizga yetadi. Ozgina bilan buni qaranglar, o'zi dahshat. Ko'zdan qoraytirib tashlaydi. Слишком вообще kuchli va yash pigmentatsiyasi. Kechasigacha даже turib beradi, professional makiyaj, короче. Endi chetini qilib bo'ldik. Ana bu narsani ko'pincha ishlataman. Mana qo'limga ozginasi даже oppoq qilib tashlaydi. Pigmentatsiyasi dahshat. Polностью keyin toza qo'l bilan tozalab chiqasizlar. Ana. Bitta olib buni nima qilamizda? Boshqa. Ko'rdingizlar? Dahshat. Keyin bugun men qizil qilmoqchiman. Men narsamga qarab rang tanlamayman, prosta nastroyeniyamga qarab tanlayman. Bunaqa qizilcha, bu qaranglar, dahshat pigmentatsiyasi. Kley kerak emas, salonga yaloq-yuluq ko'proq turishi uchun salonchilar kley ishlatadi. Buni qaranglar, bittaga bekley, hech nima. Dahshat. Tagidan o'qcha qitigina qilganman, chunki o'sha uchun menimcha zo'r, bilmayman yana. Ana. Ozgina olib, buni ham qilib tarqatib yuborasizlar hamma joyiga.
Yana bunisiga qaytamiz. Busiz ishim bitmaydi to'g'risi. Men professionalni kist olishim kerak. Shu desalaringizlar agar. Qoracha ozgina olib, tagini ozginasini, ana tagini faqat, hamma joyini emas, nuqchasini qilinglar. Xuddi podvodkada qilsalaringizlar ham bo'ladi. Bu yo'qni ham shunday qilamiz. Faqat chetini qilinglar, tamom. Bu ko'zni ana bunayroq ko'rsatish uchun. Tepasini ozgina qoracha qilamiz, ozgina teparog'ini. Ana xuddi podvodkada turadi keyin. Ana. Asalcha bo'ldimi? Chirkinda ham turmaydi, ish qilib chiroyli turadi. Yaxshi ko'raman. Mana shunday tursa. Podvodka qilib ham o'tirmaydi. Lekin podvodka yaxshi chizaman. E'tibor bergan ko'pchilik aytgan menga. Keyin tush qilamiz. Tush olishim kerak. Uncha yo'qmadi ana bu narsa. Yo, hozir tush qilsam agar, buni qilsam agar, keyin fiksator qilsam agar, polностью makiyajim shunday bo'ladi. Shuning uchun buni oxirida qilamiz. Ana bunaqa narsalar bor, konsiler bor, bronzer, balobatarlar. Ishlatolmayman to'g'risi nimagadir. Ba'ziga ishlatib o'tiraman. Nimagadir shu narsalar nima keraksiz deb o'ylayman. Ana masalan. Buni ham live hackini ko'rgan, bu ham Olidan zo'r ekan bu ham, lekin live hackini buni ham ko'rganimga qo'l bilan qilsangiz agar yaxshi bo'ladi degan. Endi bilmayman. Lekin men unchalik ham ishlatishni bilmayman to'g'risi. Ana, o'xshatdimmi, yo'qmi bilmayman. Bizga oilaviy ko'zni tagi qoraygan. U kasallikdan emas, oilaviy bizda shunaqa. O'sha uchun ko'zni tayyorga ketkazish bizlar uchun problema. Hamma joyini rosa qildim qaytib. Salonchilar ko'rib urishmasin men. Ana bu narsani to'g'risi ishlatib olmayman. Qanday ishlatishni to'g'risi bilmayman. Ba'ziga gonogo xayolim ketib, nimadirchalar o'zimdan qilaman. Постоянныйga qila olmayman. Ozgina ana bu yog'ini yaltirlataylik. O'xshadimi? Birinchini ham qilamizmi? Ana buni ishlatyapman. Pasay ko'payib ketdi. Bi. Kosmosdan ko'rinadi bu kosmos. Labimni tepasini qilamiz. Nimaga kerak ana shu narsa tushmayman lekin. Hayotga men bunaqa qilmayman to'g'risi. Shunday prosta SPF surtaman chiqib ketaman. Ana. Bu yo'qni ham qilamizmi, hay? Hamma joyim yalaq qildi o'zi ham. Endi qo'shimni ranglashni yomon ko'raman, chunki vay qiladi, solimga sol qilishadi. Katta bo'ladi, 35 ga kirgan zanakday qilib ko'rsatadi. Shuning uchun prosta taraymiz. Bu o'zimni qo'shim shunaqa. Xudo bashkur shu qoshdan yutganman. Ko'pchilikni ko'raman, chunki vobshe qo'shi yo'qda, faqat ozgina ichini bo'yaymizmi? Ana. O, jadi bo'ldi. Ana. Asalcha bo'ldim. Endi yangi kecha olgan qalamimni qilamiz. Buni nomerini ko'pchilik so'raganda 785 ekan nomeri. Nima bo'lo ismi? Miss Tai ismi, Miss Balobatar. Ishqilib ismini ham bilmayman to'g'risi. Konturdan umuman chiqmayman. O'zimni labimni ustidan qilaman, tamom. Chunki men labimni yarmi o'q. Ana bu yoqni hozir chizaman. Ana ko'rasizlarmi, kichkinada-ya. Hozir ana shuni oxirigacha to'ldiraman labimni. Katta ko'rinadi, chunki labimni chetlari o'q meni. Rangi yo'q. Endi bu tepalari o'q. Agar hayotga kirsalaringizlar, agar labimni ana bu yoqlari o'q. Odamlar tatuaj qiladi-ku labini.
Shunaqa meni ham labim, lekin tatuaj qilmoqchi emasman labimga. Mana shunday qilib tildirib chiqamiz ichini keyin. O'sha labim kattaday ko'rinib turadi. Prosta oq labim o'sha uchun kam ko'rinadi. Ito ana tepalarini avval qilmaganman. Pomadamni qayerga qo'yganim esimga yo'q bachalar. Ana buni ichini ochib, ichiga gulcha haqiqiymi yo'qmi shuni ko'rishim kerak. O'sha uchun faqat ishlataman. Shtub tezroq tugasin, shtub jalqa bo'lmasin pulimda, musulga ketmasin shtub. Endi oxiriga pudra qilmadik-ku. Chanel pudram qani? Kecha shunday asablarim buzilgan, buni qaranglar. Shunday qimmatga kelgan original pudram. Aftini qaranglar. Asablarni asraymiz. Qo'lni pudra qilib chiqamiz. Oxiriga fiksator ana bunaqa lekin rostdan ham qo'tirib qo'yadi kechasigacha borku. Qo'ygandan keyin tush qilamiz endi. Uyel buni qaranglar. Bu tushmanga unchalik ham yoqmadi lekin. Kipriklarimni 4 ta qilib ko'rsatdi. Shotgachasi menga yoqmadi. Ana. Endi mana bu qorachani olib tashlaymiz. Tamam. Bleskcham bo'ladi mana ana bleskcha qilamiz bitta. Vashi dahshat asalcha bo'ladi keyin labim. Ana, men tayyor. Sochim nimagadir o'chirib ketibdi. Sochimni fen bilan vaqtganman. Jingalak qilganman. Kamroq zarar keltirsin deb. Yoqqan bo'lsa like.